Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Biz tavsiya qilamiz loyihasi asosida bugun men sizlarga Andijon davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Usmonova Xurshida Aybekovnaning boshlang'ich ta'lim pedagogikasi o'quv qo'llanmasini tavsiya etaman. Ushbu qo'llanma boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining boshlang'ich ta'lim pedagogikasi fani mavzularini o'rganishlari uchun mo'ljallangan. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bakalavrlari, bo'lg'usi o'qituvchilar va maktablarda pedagogik faoliyat yurituvchi kadrlar samaradorlikka erishishlari uchun qo'llanmadagi ma'lumotlardan ijodiy foydalanishlarini tavsiya etgan. Ushbu kitob 2024-yil Andijonda nashr etilgan bo'lib, 225 betdan iborat. O'quv qo'llanmani Axborot resurs markazidan olib o'qishingizni tavsiya etaman.